Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, demak navbatdagi bemorimiz 65 yoshda bizning markazimizga Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan murojaat qilgan. Bemorga tashxis demak ikki tomonlama ichki yuk arteriyalari stenozi va surunkali bosh miya qaynanish yetishmovchiligi 4-daraja qo'yilgan. Bemorda yondosh kasallik sifatida yurak ishemik kasalligi va qandli diabet kasalligi mavjud. Asorat sifatida bemorda shu yili 6-sentyabr kuni demak 10 karotit havzada, ya'ni chap qo'l va chap oyoqda harakat buzilishi bilan kichik insult holati kuzatilgan. Tekshiruvlar davomida bemorni ko'rganimizda uyqu arteriyalari dupleksida chap tomonlama ichki yuk arteriyasida 46% torayish, o'ng tomonlama 86% torayish. Bundan tashqari o'ng umurtqa arteriyasining to'liq yopiqligi okklyuziyasi aniqlangan. Tashxisni yanada chuqurroq qilib aniqlashtirish maqsadida bemorga selektiv angiografiya, arteriografiya amaliyoti bajarildi. Ko'rib turibsizlar, bemorda o'ng ichki yuk arteriyasining kritik stenozi o'z tasdig'ini topgan. Va bemorda o'ng ichki yuk arteriyasini stentlash amaliyoti rejalashtirilgan va angiografiya davrida mana ko'rib turganinglardek provodnik, ya'ni o'tkazgich ichki yuk arteriyasiga o'rnatilib dastlabki angiografik kartina olingan. Bundan keyin bemorda stenoz darajasi juda kritik bo'lganligi sababli mana ko'rib turganinglardek balon angioplastika qilindi. Nega bu amaliyot bajarildi? Chunki bu tor joydan stentni o'tkazish imkoniyati yo'q. Shuning uchun bemorga birinchi etapda balon angioplastika qilib qon tomiri ichki nimasi kengaytiriladi, o'tkazuvchanlik. Mana balon dilatatsiyadan keyingi kartinaga qaraydigan bo'lsak, demak mana bu yerda e'tibor bersanglar, qon tomiri o'tkazuvchanligi tiklangan, lekin baribir qoldiq stenoz hali ham mavjud va bemorga mana stent ichki yuk arteriyasiga olib kelib o'rnatilgan. Yana bitta muhim narsa, bu bemorda stentlash davridan oldin mana ichki yuk arteriyasiga bizning tilda lavushka deb aytiladi, ya'ni tutqich. Bu stentni o'rnatish davrida torayish joyidan har xil aterosklerotik plakcha yoki tromblar ko'chadigan bo'lsa, miyani ichiga ketib insult holati kuzatilmasligi uchun mana bu joyga tutqich qo'yib qo'yiladi. Va bemorga stentlash amaliyoti o'tkazildi va mana ko'rishimiz mumkin, ichki yuk arteriyasida qon oqimi to'liq tiklangan. E'tibor bersanglar, stenoz yo'q. Yana bir stentlashdan keyingi kartina, bu yerda ham qon oqimi to'liq tiklanganligini ko'rish mumkin. Ichki yuk arteriyasida stent o'rnatilgan va mana oxirgi ichki yuk arteriyasi o'tkazuvchanligi to'liq tiklandi. Va boya aytib o'tganim tutqich, ya'ni lavushka. Bu yerda nimaga e'tibor berish kerak? Mana lavushkaning ichida yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, tromb va aterosklerotik plakchalarni ko'rish mumkin. Amaliyotdan keyin davrda lavushka chiqarib olingan, uning ichida tromb va plakcha va plakchani olib mana ko'rsatganmiz. Agar shu moslamani o'rnatmasak, amaliyot davrida bemorda muqarrar insult holati kuzatilishi mumkin. Buni ham alohida ta'kidlab o'tish lozim. Demak, bu bemorimiz hozir amaliyotdan keyingi 3-sutka o'zini yaxshi his qilyapti, bo'limda rejali davom muolajalarini olmoqda. Keyingi 2 kun davomida bemor yana kuzatuvda bo'ladi va shundan so'ng yashash joyi bo'yicha ambulator kuzatuvga javob beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, agar sizda yoki yaqinlaringizda shunaqa shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, albatta bizni Respublika xirurgik angio-nevrologiya markaziga murojaat qiling va to'liq chuqurlashtirilgan tekshiruvlardan o'ting. Bu kelajakda insult va nogironlik darajasini kamaytirishga va hayot sifatini yaxshi darajada saqlab qolishga yordam beradi.